Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Qashqirlar makoni filmidir. Rollarda Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Seray Sever, İpek Tenolcay, Müge Ulusay, Gürkan Uygun, Nihat Nikerel ve boshqalar. Ssenariy mualliflari Ahmet Yurdagul, Raji Shashmas, Bahadir O'zdaner. Bastakorlar Gökhan Kirdar, Lopus. Bosh tasvirchi Tevfik Shenov. Rejissyor Osman Sinov. Qashqirlar makoni. Canan. Ne oldu sana? Senga nima bo'ldi? Canan. Erdal. Qo'yaver, o'z qoniga bo'g'ilsin bu ablah. Eren shu yerdamidi? Ovozini eshitdim. Qurolni qayerdan olding, Canan? Bilmayman. Sen otmagan bo'lsang kim otdi? Eren yo'q. Ketdik. Polis çağırmamız lazım. Politsiyani chaqirishimiz kerak. Politsiyani? Balki sudyani chaqirarsan. Shu yerda ishimizni hal qilib qo'ya qoladi. Ishimiz kerak. Dardingni borib Marko Pologa ayt. Qani ketdik. Yigirma 23 yildan beri yo'ldaman. Rizadan chiqqandim. Na borgan, na boradigan joyim aniq. Peshvonaga yozilganini ko'rib yuribman. Nima uchun shularni yozganini ham bilmayman. Nima ham qilardingiz, og'a? Tunjoy og'a, meni dunyoqarashing tor deydi. Hech biringiz yonida gapira olmaysizlar. Agar gapirganingizda hammangizni o'ldirardi. Aytavonni qo'y. Bir eshitaylik. Boshim zirqirab og'riyapti. Tirik, tez yordam chaqiringlar. 13 markazga, voqea joyiga darrov tez yordam jo'natinglar. Ichkariga kirgan birontasini ko'rdingmi? Ovozni eshitishim bilan politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Nega doim meni navbatchiligimda bir balo bo'ladi-ya? Chiqaring shuni. Chiqarib olinglar. Tez. Meni nima qilasizlar? Bilmayman. Aniqlaymiz. Qornini to'ydiringlar. Tashqariga chiqishiga, birontasi bilan ko'rishishiga aslo ruxsat bermanglar. Endi birma-bir aytib ber. Ichkariga kirding, keyin Ichkarida hech kim yo'q ekan. Chaqirdim. Javob bo'lmadi. Yana chaqirdim. Pastdan Erenning bu yerdaman degan ovozi eshitildi. O'sha tomonga ketayotgandim. Erdal ichkariga kirib, so'kinib menga tashlandi. Canan, nega bir o'zing ish qilmoqchi bo'lding-a? Bir pach jim turaylik. Bo'lar ish bo'ldi.
Jonon, Erdaldan boshqa hech kimni ko'rmadingmi? Eslolmayapman. Qo'li bilan boshi doka bilan o'ralgan odam bor edi. Erdal bilan tortishdi. Keyin qurol ovozi eshitildi. Abidin. Hadi kalk. Qani to'r ketdik. Eren! Bu yerdaman. Ovozingni chiqarma, o'ldiraman. Bu yerdaman, qutqaring. Yana bir marta aytaman, ovozingni chiqarma. Kim tur? Eren, shu yerdamisan? Ne oldu lan? Tepada nima bo'lyapti? Ketdik. To'xta! Seni ham o'ldiraman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Tunjay og'ani xabar bormi? Tunjay og'ani ham seni ham o'ldiraman. Meni sotdilaring. Odamga o'xshab gapir. Turing, Jonon opa, turing. Nari tur. Seni ham o'ldiraman. Jonon opa. Yur, ketdik. Jonon opa. Yur, ketamiz. Orqa eshigidan hech kimga ko'rinmasdan chiqamiz. Yur. Keyin bolani mashinaga o'tkazib bu yerdan ketdim. Quroldan izlarini tozaladingmi? Tozaladim, og'a. Lan Abidin. Abidin, Kurşun nereye denk geldiyse o'q tekkan bo'lsa ham kallang ishlayapti. Bilseydim Bilganimda 10 yil oldin o'zim otardim. Qarasam, qiz yerda behush yotibdi. Qurolni qo'liga tutqazib qo'ydim. Mana sizga sevgi mojarasi. Tamam ulan tamam. Bo'ldi Abidin, bo'ldi. Yaxshiyamki umringda bir ish qilsan. Bunday demang, og'a. Bu siz amringiz bilan bo'ldi. O deli öldü mü? Ana bu tentak o'ldimi? Yaxshilab ko'rdingmi? Shoshiling chiqdim, ammo o'lgan bo'lish kerak. Ha, senin yaptığın Sen iş bu qilgan kadar. ish shu-da. Eğer o deli Agar bırak bu o'sha dünyayı, jinni bu dunyo tursin, oxiratda qarshimdan chiqsa, yoqangdan olaman, bilib qo'y. bir mikroptan Bitta kurtulduk, bir mikrobdan tane daha qutuldik, kaldı yana abi. bittasi qoldi. Adnan. Adnan prokurorga sotibdi. Qamashibdi. Adnan kim? Adnan kim edi, og'a? Hay senin çıkma Ahmoqona Abidin. savolingni qo'y, kim bo'lardi? O mikrobu O'sha ağzından mikrobni güzel hisobchisi olmuş, ishi orqasidan biz chiqmasimizdan İşin arkasından biz çıkmadan o uni pisliği ham de temizle. yo'q qil. Peki abi. Xo'p bo'ladi, og'a. Giderken hastaneye Ketishda uğra da kasalxonaga kirib o't. pansuman yapsınlar. sana. Dokalaringni almashtirib qo'yishsin. Hozir hamma joyini mikrob bosgan. Doktor, ahvoli qanday? Ko'p qon yo'qotgan, umidi yo'q. Yashaydimi? Qo'limizdan kelganini qilamiz. Bemor o'ziga kelganda so'roq qilasizlar. Bo'pti. Nesrin, nima qilishimni xohlaysan? Haligi men qutqarmagan qizingiz bor-ku, o'sha agar yoningizda bo'lsa, o'ldirmasangiz xursand bo'laman, deymi? Biror nima qiling, ammo nima qilishingiz kerakligini bilmayman. Ey Xudo, o'zing sabr ber. Nesrin. Nesrin, avvallari meni oilamdan hech kimni o'g'irlashmagan. Nima dey, nima qilay? Qo'l ostiga olganam o'z otasi-ku. Uni otasi ham, akasi ham, hammasi sizsiz. Bir de senden izin Sizdan ruxsatsiz nafas ham olmayman degandi-ya. Mana ketdi.
Nesrin, Nesrin azizam, gülüm üzülme. xafa bo'lma. Bacın çok tutar. Singling aqlini yo'qotgan. Dar ağacında bir Dor çok yog'ochiga faqat arqon bog'lanadi. Heh, ya yanlış Meni anladın, bir şey noto'g'ri kastetmedim tushunding. ya. Hech narsani nazarda tutmagan edim. Ba'zida dadamga o'xshab ketasiz. Babana. Dadayniyam, qizlariniyam, arvohiniyam, seniyam. Nasıl oldu? Tishlaring nima bo'ldi? Yaxshi. Oyim bugun juda qiynaldi. Ko'p yig'ladi. Doktor amaki ko'z yoshlarini artib qo'ydi. Öyle mi? Shunaqami? Ovqatlanib bo'ldim. Ketaversam bo'ladimi? Otur. O'tir. To'ydim. Tabağını Oxirgacha yeb qo'y. Yemayman. Oyim nimaga o'zini osdi? kendinden O'zidan boshqasini o'ylamagani uchun. Sizni sevmasmidi? Men sizlarni sizi sevganchalik hiçbiriniz Jo'izam, onangizni o'ylaganchalik meni o'ylamadingiz. Aslida siz o'ylamadingiz. Na onamni, na o'zingizni, na bizni o'yladingiz. Seni nega o'ldirmayapman bilasanmi? Nega? Oxirigacha onangga o'xshaysanmi yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Xo'p, men sizni nega o'ldirishga harakat qildim, bilasizmi? Nega? Onamning qilolmagan ishini qilish uchun. Men to'ydim. tabağını bitir. Oxirgacha yeb qo'y. Yemayman dedim. Orhan. Orhan, Buyur abi. Xizmat og'a. Meralga meni xonamni tayyorla. Xo'p bo'ladi. Gel. Ker. Amerikalik bilan Ufq Bey uchrashib turishganda ushlanishibdi. Kim yapmış? Operatsiyani kim amalga oshiribdi? Bilgi alan. Ma'lumot ola olmadik. Biz biladigan joy emas. Bildiğim bilgi. Biladigan joying. Yapmamı Biror buyruğingiz bormi? Bil. Bil. Aslan Bey, meni bu yerda ushlab turishga nima haqqingiz bor? Jamoat xavfsizligi uchun. Siz bilmagan nimani mendan aniqlay olaman deb o'ylaysiz? Nimani qancha bilishingizni emas, bilganlaringizni qanchasini sotganingizni aniqlaysiz. Men hech narsa sotganim yo'q. Sorgunuz yarın başlar. Tergov ertaga boshlanadi. Bu kecha dam oling. Kendinizi... O'zingizni, oilangizni, vataningizni yaxshilab o'ylang. Yarın görüşürüz. Ertaga ko'rishamiz. Bu ishingiz noto'g'ri. Biliyorum. Bilaman,
Tashkilotimiz siz bilgan taqiqlarga tobe emas. Birinchi marta bu ahvolga tushishim. Hamshira xonim, bir daqiqaga. Tog'am bu gullarni sizga berishimni so'ragan. Katta rahmat. Bizni sira yoqtirmadi deb o'ylagandim. Siz tog'amga e'tibor bermang. Jahldor ko'rinsa ham ko'ngli yumshoq. Hazil qilyapsiz. Qanaqa hazil? Ko'ngliga yoqadigan birortasi topilmayapti-da. Topsa juda ham xursand qiladi. Sizga o'xshagan gul hech olddan chiqmadi. Chiqdi, lekin bitta so'kishlari qoldi. Ikki og'iz shirin so'z aytasiz. Gul uchun rahmat deb yuzdan bitta o'pib qo'yasiz. Tamom, tugaydi. Qani Ketdik. Qani bo'la qoling tog'a, ketadigan vaqt bo'ldi. Tamam. Bo'ldi, tayyorman. Yahu yeğenim. Jiyan, bu aravani qayerdan topding? Yürüyüp giderdik. O'zim ketaverardim. Kasalxona qoidasi Olur bu. mu öyle Kur'an? Bunaqa qoidani nima keragi bor? Odamni kayfiyatini tushiradi. Hem bizim ayağımız. Oyog'imdan otishmagan-ku. Bitta yarimta ko'rsa nima deydi? Nima derdi tog'a? Sog'ayib keting deydi. Qarab tursan, hech ketgingiz kelmayotganga o'xshaydi. Yaxshi yo'l topib oldingiz. Açtın Yana chakagingni ochdingmi? Hadi. Qani yurgis. Bo'l. Usulü usulü. Qoidaga rioya qilib ketamiz. Size de her şey için. Sizga ham katta rahmat hamshira xonim. Ozor bergan bo'lsam uzr. Unday demang, jonim, vazifamiz. Gullar bilan rahmatingizni aytdingiz. Çiçek mi? Gul? Ne çiçeği? Qanaqa gul? Shunday shirinsizki. Dur gülüm dur. To'xta gulim, to'xta. Nima qilyapsan? Voy, gulim ha. Gulli tog'a. Yeğenim. Hiç Jiyan, çiçekler- hech narsa demayman. 4 karılı. 4ta xotinli bo'l, ahvolingni o'shanda ko'raman. Buyurun Nazife. Marhamat Nazifa xonim. O'z uyingizday ko'ring. Rahmat. Size de zahmet. Sizlarni ham ovora qildik. Ne zahmet. Qanaqa ovoragarchilik Oysha xonim, uyimizni to'ldirib turganingiz uchun sizlarga o'rganib qolgandik. Balolarning biridan qutuldik. Yana bittasini ham o'tkazib olsak. Erenime kavuşsun. Erenimga yetishsam. Oz qoldi, oyi, oz. Elif, Elif, ben artık evime... men endi uyimga boray. Boshqa sizlarga yuk bo'lishni istamayman. Her şey yoluna Hammasi o'z yo'liga tushmaguncha hech qayerga ketmaysan. Nasıl Endi hech narsa qila olmaydi. Bilaman, ammo uyingda yolg'iz qolib o'zingni xafa qilishingga yo'l qo'ya olmayman. Xafa qilish bilan hech narsaga erisha olmaysizlar, qizlarim. Taqdirimizga nima yozilgan bo'lsa, o'shani ko'rasizlar. Kaderimiz hep Taqdirimiz doim dard bo'ldi, Nazifa xonim. Her şey yaşanması Hamma narsani ko'rishimiz kerakligi uchun ko'ryapmiz. Bundan keyin yanada yaxshi va quvonchli hayot kechiramiz deb o'ylayman. Hammamiz birga yashaymiz. Sağ ol. Rahmat. Bir şey söylüyor musun? Biron nima demoqchimisan? Babamla konuş. Dadam bilan gaplashishga boraman. Fidye ne götüreceksin? Sovg'aga nima olib borasan? Meralni olib kelish uchun kerak bo'lsa o'z hayotimni. Meral için Meralni burada o'ylamayapman, senin için u burada seni yapayım. o'ylayman, shundaymi? Ben senden... Sizdan hech narsa kerak emas. Ne halin varsa. Nima qilsang qilaver. Nereye gidersin? Qayerga borsang bor, lekin uyga qaytishni esingdan chiqarmagin. Ikkita bolang bor-a?
Ketdim. Endi ketishim kerak. Getir. Hop chiq. Nima uchun o'lganini hamma bilsin, kesib og'ziga solib qo'y. Xonim, dadayingiz xonangizga chiqishingizni buyurdilar. Uni nima qilasizlar? Iltimos, xonangizga chiqing. Marhamat. Buyurun. Bu odamni nima qilishingizni aytmasangiz hech qayerga bormayman. Hech narsa qilmaymiz. Faqat endi bog'bonlik qila olmaydi. Buyurun. Marhamat. Yo'q. Buyurun. Iltimos, xonangizga boring. Iltimos. Orxon, Labay. kasbiga xiyonat qilgan odamga non yedirmayman. Bosh barmog'ini kesinglar. Na bog'bonligini qila olsin, na non yeya olsin. Ekmek yiyebilsin. Xo'p bo'ladi. Qasam ichaman, men hech narsa qilganim yo'q. Orxon, Xizmat og'a. odamlaringga ayt. Meral uydaligida hamma ko'ziga ehtiyot bo'lsin. Ko'zlarini o'yib olaman. 43 mingta telefon qo'lga tushdi. Bitta cho'ntak telefonini o'tkaza olmagandan keyin to'njayni nima deb o'ylashadi? Hech kim hech narsa deya olmaydi, og'a. Qanaqasiga demasin? Bizni kim sotyapti, Abidin? Og'a, mollar bemalol bojxonaga kiryapti. Hech qanday muammo bo'lmay o'tgandan keyin qo'lga tushyapti. Xavfsizlik tashkilotini surishtirdingmi? Birontasi sotgani haqida ma'lumot bormi? Har doimgidek, og'a. Ismsiz, manzilsiz sotish. Ismsiz ishga kirsang, ismsiz sotishlar bo'ladi. Xato qildik. Peki Abidin. Abidin, Son bir ayda bizim eng hangi oxirgi marta bizni qaysi molimiz muammosiz o'tdi? Qurollar, og'a. Bir sonraki Laziyoni keyingi mollarini kuzatib bor. mallar geçerse Bemalol o'tsa, bizni sotgan Laziyo bo'ladi. Lasya. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, og'a. Men qamoqxonaga ketyapman. Erdolli hisobchisini oldiga. Biror amringiz bormi? Nerede mikrop Qayerda varsa mikrob bo'lsa o'sha yerga bor, Abidin. Qanaqa amrim bo'lardi? Tez bor, ana bu mikrobni oldini olaylik. Abidin, Abidin, kendi kimliğinle kimligingni bildirib ro'yxatdan o'tma yana. Esimda bor, og'a. Senin aklınla Seni aqling bilan faqatgina o'yin o'ynanadi. Unutma, Abidin. Kimligini unutma. Sen dışı çık. Sen tashqariga chiq. Xo'p bo'ladi. Kullanmıyorum. Chekmayman. Yak lan. Yo'q dedim. Ne alt ettin? Nima xato qilib bu yerga tushding? Bilmayman, og'a. Nasıl bilmiyorsun? Qanaqasiga bilmaysan? Abidin abi. Abidin og'a bilan nima ishing bor bu yerda? Tanimayman uni. Kimni taniysan? Erdal Ko'murjini. Beni önce Oldin meni sherik qildi. sonra bir yerde Keyin bir joyga qamab qo'ydi. Keyin meni bu yerga keltirgan odam meni qutqardi. Erdal'ı vurdu. Erdalni osib tashladi. Abidin abi yapar. Abidin og'ani qo'lidan keladi, otasini ham o'ldiradi, u hech kimni tanimaydi. Ne işine ortak oldu? Qanaqa ishga sherik bo'lding? Tibbiy jihozlar olib kelardik.
Ha, shu mesele. Bu masalamidi? Seni Allah kurtarsın. Alloh qutqarsin seni. Niye abi? Nega og'a? Sen kime? Kimga nima qildim? Onu biz bilemeyiz. Buni bilmaymiz. Hoş geldin abi. Xush kelibsiz og'a. Öttün mü lan? Sotdingmi? Yok abi. Yo'q, Vallahi kimseye Xudo bir şey haqqi hech kimga hech narsa aytganim yo'q. Yaxshi. Sotganingda seni o'ldirardim. konuşur muyum? Aytarmidim og'a, bola chaqam bor axir. Ağzını Og'zingga mahkam bo'l. bir ömür. Bir umr senga ham, oilangga ham qaraylik. Nima kerak bo'lsa menga xabar qil, hal qilaman. Tamam mı kuzum? Tushundingmi? Tamam abi. Tushundim og'a. Ben gardiyana para Men ver. qorovulga pul berdim. Onu al. O'shani ol, nima kerak bo'lsa olarsan. İçerideki Ichkaridagi yigitlarga ham men xabar beraman. Senga qarab turishadi. Hadi şimdi git. Qara endi bor. Sağ ol abi. Sog' bo'ling Teşekkür og'a. ederim. Rahmat. Abi Og'a, burada çok kalmam. bu yerda ko'p qolmayman, to'g'rimi? Qolmaysan. Hürmetler abi. Sog' bo'ling. Bana gardiyan. Menga qorovulni chaqirib bor. Xo'p bo'ladi og'a. Seni çağırıyorum. Seni chaqiryapti. Buyur abi. Eshitaman og'a. Sivri Boshlig'ingni chaqir, kesin. Gapim bor. Çağıralım. Hozir chaqiraman. Tog'a, nega bunday qilyapsiz? Xafa qilgan ayolni qalbidan boshqa boradigan joyingiz yo'q. Ben yerimde mi? Men joyimdan roziman. Sen benden Agar memnun sen değilsen, joyingdan al rozi kapı. bo'lmasang, mana eshik. Sen gidecek yer Boradigan joy toparsan o'zingga. Nima? Meni haydayapsizmi? Mayli, mayli. Nereye gidiyorsun? Qayerga ketyapsan? Tog'a, bu ayollar bilan yashab fe'lingiz o'zgaribdi. Siz ham tergashni boshladingizmi? hazil qilmay turolmaysan a Qani, sen ham tog'amga yaxshilab qara. Deryo, men ketgandan keyin ma'danli suv so'rasa, aslo bera ko'rma. O da nereden çıktı? Bu gap qayoqdan chiqdi? Mumkin emas, mumkin Ona emas. bakarsan. Undan xafa şişmek bo'lish ham mumkin emas. Şişir şişir git. Xafa qilib ketasan, keyin ma'dali suv ham mumkin emas. rostdan ham qayerga ketyapsan po'lat Sho'rva ichishga. Deryo, kallang ishlaydimi? Nega mendan hisob so'rayapsan? zahar zaqqum ich Aslida tog'am ichadi. Mayli, menga ruxsat. Seyf og'a o'zingiz ichasizmi yo ichirib qo'yaymi Kızım, Bu yoqqa ber qizim. olmadık. Falaj bo'lganimcha yo'q. Oyoq qo'lim ishlaydi, xudoga shukr. Charchadim xolos. bu jiyaningiz bilan qanday kelishasiz o'zi İşi gücü Gaplari ham, ishlari ham yolg'on buni. Seyf og'a sevgilisi yo'qmi faqat siz bilan ovora Ne yapacaksın? Sevgilini nima qiladi? O'lmasdan qabrga kiradimi? Abi cezaevindeymiş. Og'a qamoqxonada ekan, yigitlar kuzatishyapti. Kim var başlarında Mehmet? Kim bosh bo'lib turibdi? Serrat bor. Sen geç başlarına. O'zing bosh bo'l. Abedin juda yor odam, bilib qolmasin. Xo'p bo'ladi. Memati. Memati, Yeter artık. bu ish sıkıldım jonimga geçen, ha. tegdi. Bulun şu çocuğun Bolani qayerdaligini topinglar. shuncha ishingiz bor paytda Sana söylemedim. Senga avukatın aytmayapman, öldürsün, advokat alınma hemen. xonim, darrov o'zingga olma. Oo. Ne haber kardeş? Nima gap uka? Burcu ettin mi dayı? Tog'ayni olib chiqdingmi? Olib chiqdim. Go'zal bitta hamshira ham qo'ydim. Deryoga rahmat. Sho'rva qilishga boribdi. Bir necha kun sho'rvasini qilsin, keyin men hamshiralarni birma-bir uyiga jo'nataman. Aferin der. Barakalla Deryo. Meni singlimni qara-yu, xotinimni singlisini qara. Biron xabar yo'qmi? Kesin babasını. Dadasini yonidaligi aniq, Ama öldü mü, ammo gömüldü mü o'lganmi, belli qolganmi aniq emas. qanaqa dadasi Aile Bu meselesi. oilaviy masala. ha kechirasiz Al. Mana yine alındı. yana xafa bo'ldi. O'rgan. Chaqirni shunaqa yashirin ishlari ham bor. Lekin eng maroqlisi chaqir bilan fohishaxonaga borish. Ya sen de bizim Hayotimi hayatımızı doston hepten qilding-ku, yerlere Jon serdin, Po'lat. Deyishadi. Söz avukat hanım. Advokat xonim, Kardeşini kurtaralım. ukangni Onu qutqarib, şapkına uni ham götür. fohishaxonaga olib borishga so'z beraman. mayli Yo, bolani boshini bir balodan qutqarib, undan ham katta baloga solmaylik. Lekin u shu paytgacha pista chaqib, qizlarni orqasidan yurgan. qayerdan bilasan Bu yoshda hammamiz bir xil bo'lamiz.
Meralni olib ketishga keldim dedi. Meralni sen olib kelmading. Sen olib keta olmaysan. Maqsadingiz nima? Nima qilmoqchisiz? Osiyoda yo'qotganimni Meraldan topishga harakat qilyapman. Onam to'yda o'lgandek gapirmang dedi. Uni siz o'ldirdingiz. Onang aytdimi? Meralga ziyon yetkazishingizga yo'l qo'ymayman. Men ham. Opajon. Jonim. Yaxshimisan? Yaxshiman. Bolalar qalay? Ular ham yaxshi. Sog'indim ularni. Yanaga kelganingda nevaralarimni ham o'zing bilan birga olib kel. Bugun juda siqilib ketdim. Men ham. Buni dadangga ber. Kim berdi de? Sen xatni ber, dadang tushunadi. Xo'p. Och, ichida nima bor ekan? Ocholmayman. Dadamga maxfiy biror nima bo'lishi mumkin. Nima bo'lishi mumkin? Bilmayman. Qani posat ketdik. Nima qilyapsiz, Aslanbey? Ishimni? To'g'ri. Katta o'yinga kiryapsan. Endi bu operatsiya orqasidan Aslanbey boshqaruvchi bilan raqib bo'ladi degani. Hozir hukumat boshqaruvchini o'zgartirmoqchi. Tashkilotning ikkinchi odamini josuslik qilyapti deb qo'lga oldingmi? Tamom. Barcha o'yinlar tugaydi. Shundaymi? Dilimni og'rityapsan. Bu 1000 yillik davlat sizlarga o'xshagan dunyoqarashi tor odamlarni qanaqasiga mansabga qo'ygan, ha? Sizni vatan, millat, bayroq, mustaqillik, nomus kabi barcha axloqiy masalalarni necha yillar oldin tuproqqa ko'mganingiz aniq bo'ldi. Ammo hamma sizlarga o'xshagan emas. Bunaqa bekorchi gaplarni qo'yasizlar. Mustaqillikmish. Bunaqa mustaqillik og'ayni. 50 yildan beri siruv bilan kelishib yurgan kim? Menmi? Bir necha yil axborot markazi xodimlarining maoshini kim to'ladi? Pullarni kim berdi? Mustaqillikmish. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Sizlarni meni eshitgan asboblaringiz ham ularni sovg'asi. Mendan siruv bilan bog'liq nimani so'raysan? Men axborotchiman. Barcha razvedka tashkilotlari bilan ko'rishaman, gaplashaman, ma'lumotlarni olib beraman. Bu nimasi? Ma'lumotlarni olib berishing mumkin, lekin uni sota olmaysan. Sotding ham deylik. Nomini ma'lumot deb vatanni sotishga haqqing yo'q. Shu daqiqadan boshlab men so'rayman, sen javob berasan. Seni gaplaring senga bo'lgan munosabatimni bildiradi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Endi javob ber. Qahva ichasanmi? Qaniydi. Buyurun efendim. Marhamat efendim. Rahmat. Amerikaliklar siz bilan uchrashishni xohlashyapti. Men uchun qayerdaligi muhim emas. Qanchaligi muhim. Kelaverishsin. Qanchalik rasvosini chiqarishganini ko'raylik-chi. Uchrashuvni qayd qilinishini istaysizmi? Kim tomonidan? Uchrashuvlarimizni kuzatadigan birontasi bormi? Har doim birontasi bo'ladi. Ammo bu safar vaziyat boshqacha. Qanaqa? Hozircha meni bilmaganim ham mana shu. G'ormang. Rahmat. Meni asarlarim dars qilishyaptimi? Qayerda edingiz, oyi?
Ko'chada. Oyi, hech narsani tushunmayapman. Nimani tushunmayapsan? Qani? Birga yechamiz, bo'ptimi? Matematikani yomon ko'raman. Bu qanaqa xat, Pusat? Dadamga. Dadangga xat yozdingmi? Men yozganim yo'q. Ikkita odam maktabga olib kelishdi. Dadamga berishimni aytishdi. Hanifa xonim. Xizmat opa, men bir soatda kelaman. Xo'p, hech kimga eshikni ochmanglar. Bo'pti. Oyi, yana nima bo'ldi? Hech narsa. Qani, sizlar darslaringni qilinglar. Yana nima ish qilib qo'yding? Hech narsa qilganim yo'q. Xotinimdan qanchalik xursand bo'lsam, uylanganimga pushaymonman. Nima uchun? Boshiga tushmagan bilmaydi. Lekin bo'ladi deyman, oqib turgan suvlar to'xtaydi. 1000 marta dunyoga kelsam ham, 1000 marta uylanib bolali bo'laman. Bolalarni men ham yaxshi ko'raman. Hayodan ham yaxshi ko'rarding, advokat xonim. Oilani parkka borib ko'rdingmi? Qayerda oldimdan chiqishsa, o'sha yerda yaxshi ko'raman. Oila qurishni o'ylamayapsizmi? Sen kecha kunduz o'ylab nima bo'lyapsan? O'ylash bilan bo'larmidi bu? Bu qismat ishi. Chaqir. Nima deysan? Xonangda nechta ayol bor? Sen hozir ezma xotinga o'xshab qolding. Men har kimga o'xshashdan mamnunman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Azizam, men ham sen haqingda gapirayotgan edim. Xush kelibsan, tinchlikmi? Bitta muammo bor. Nedir? Nima gap? Pusat maktabdan chiqayotganda 2 kishi yoniga kelib, mana buni beribdi. Bizni qora kunlar kutyapti. Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Kimligini bilaman. Unga javob berishga boramiz. Bolalar qayerda? Uyda. Ularni oldiga qayt. Daryo, sen advokat xonim bilan shug'ullan. Bolalarni oldiga borganlar bilan qaytgandan keyin gaplashaman. Siri uni qo'ying. Mehmet Qaraxonli bilan aloqalaringizni aytib bering. Hech qanaqa aloqa yo'q. Oddiy tushlik. To'g'risi, bir axborotchining Turkiyaning eng katta ishbilarmoni bilan bir joyda bo'lishdan nima izlayotganingizga tushunmayapman. Aslanbey, bilganingizdek men bir axborotchiman. Hamma bilan uchrashaman. Hop, mayli. Mehmet Qaraxonli Amerika universitetida o'qiyotgan o'g'lingizni o'quv pulini to'laganiga nima deysiz? Mana shunaqa. Londondagi bankdan Nyu-Yorkdagi bankka pul o'tkazilishi hech kimning e'tiborini tortmaydi. Xususan sizga o'xshagan axborot tashkilotining ikkinchi odamini o'g'lini hisobini tekshirish hech kimning aqliga kelmaydi. Shunday emasmi? Birortasi tekshirmoqchi bo'lsa, siz darrov xabar topasiz. Nima xohlaysiz? Mehmet Qaraxonli bilan aloqangiz nimadan iborat? Menga qarang Aslanbey. Davlat siyosatini odamlar yuritadi. Mehmet Qaraxonli to'g'ridan to'g'ri Iroqda ish olib boradigan yagona ishbilarmondir. Dunyoning hamma joyida Amerika mollari oldin Amerika razvedka tashkilotlari qo'lidan o'tadi. Bir necha marta Qaraxonli bilan CRUning ishlarini kelishtirgan bo'lishimiz mumkin. Bu ham Turkiyaning foydasiga. Sizni mana shu unumdor aloqalaringiz soyasida Amerikaning elchisi turklarni Iroqda ma'qul mol sotish yo'li kurdlar bilan kelishmasdan o'tadi dedi. Vatan manfaati shumi?
Bu ishlarni vatan nimaligini his qilmaydigan qoraxonli kabilarga sotyapsizlarmi yoki vatan foydasi uchun qilyapsizlarmi? Bu aloqalarda yana kimlar bor? Nimani bilsangiz hammasini ayting. Bir marta bo'lsa ham vatanga xizmat qiling. Aytaman Aslanbey. Hammasini aytaman. Siz o'ylaganchalik sotqin odam emasman. Biz kerak paytida nimani yashirishni ham bilamiz. Xavotirlanmang. Masalan, Mafiyani yo'q qilish uchun ichiga odam kiritganingizni bilamiz. Aslanbey. Buni hech kim bilmaydi. Faqat meni yuragim kasal. Dorilarim ham yonimda emas. Ta'minlashingizni iltimos qilaman. ta'minlaymiz. Bu mafiya ichidagi odam masalasi nima ekan? Aytingchi. Sizchalik to'liq bilmayman. Ammo bularni ertaga aytishimga ruxsat bersangiz. Bugun juda charchadim. Judayam. Peki. Hop, Size müsaade ruxsat beraman. Ertalabgacha vaqtingiz bor. dinlenin ve Dam oling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Rahmat. KGT Tashkilotimiz xatolar yo'qotiladigan joydir. Bilaman. Bu yerdaligimdan tashkilotning va oilamning xabari bormi? kurumunuzun haberi yok. Tashkilotingiz bilmaydi. Oilangizga hali xabar berilmadi. Testere bu olamdagi eng gaddor odamdir. Bitta odamga bo'yin egadi, qilichga. Undan tashqari hech kimni tanimaydi, hech kimga achinmaydi ham. Nega laqab Arra? Chunki onasini arra bilan so'ygan, nomini shunda olgan. Onasini so'ygan hammani so'yadi. Ustaxonada 15 yoshidan boshlab yordamchi bo'lib ishlagan. Yetim. Bir kun uyga qaytayotganida ustasi bilan onasi yotgan joyida ushlab olgan. Ular ust-boshlarni kiygunlaricha o'tinni aralaganda onasi bilan ustasini aralab tashlagan. Onasini ustasini so'yganiga hayron qolmadim. Lekin bunaqa jinini bu odatini buzganiga hayron qoldim. Nega? Gitler zamonida Gestaponing bo'sh qog'oz jo'natishi jinoyat ishorasi bo'lgan. Gestapo politsiya surishtirib o'tirmasin deb jinoyat paytida bo'sh qog'oz tashlab ketar ekan. Tentak har doim tentakdir, Jonpo'lat. Bizni Testere bilan nima ishimiz bor? Men qayerda uni oyog'ini bosdimki, kelib meni suvimni to'xtatadi. Aniqlaymiz. Meni o'ylayotganim qanday javob berishimiz. Qanaqa javob? Biz noto'g'ri qilmadik deb tushuntiramiz. Unga bo'lgan sevgimizni aytamiz. Usulga usul bilan javob berishimiz kerak. Sevgi, mulozamat, itoat etishdir. Bu uch fe'lni birlashtirishning eng ma'qul yo'li darvishni murshiddan ichida nima bor deb so'ragan xatidir. Xatning ichida nima bo'ladi, dada? Oppoq qog'oz, qalam va o'chirg'ich. Bu nima degani? Men hech narsa bilmayman, menga o'rgat deganimi? Qog'oz umr degani, qalam bilan o'chirg'ich esa meni hayotimni sen yozasan, sen o'chirasan deganidir. Men sira ham azamatni oldidan aziyat chiqishi tarafdori emasman. Sen nima yozsang go'zal, sen nimani o'chirsang go'zal degani. Xohlaganingdek hayot ber, xohlaganingdek o'ldir degani. Mana senga usul. Menga qara, bu usul 3 qit'ani zabt etdi. Sen nima deyapsan? Siz aytgandek, bu usul faqatgina tuproqlarni emas, ko'ngillarni ham zabt etdi. Asli ham shu. Birgina ko'ngillarga yozilgan iz o'chmaydi. Men borib o'quv qurollari olib kelay, Umar otaga fikrlarimni bildiraman. Nimaga kulyapsan, Jonpo'lat? Yo'lini topdim. Nima ekan?
bitta o'quv qurollari do'koni topaylik. Ko'rasan. Beyefendi siz nima buyurasiz? Keyin aytaman. Nasıl yakaladın? Qanaqasiga qo'lga tushdinglar? Ben nasıl yakalandığımı Men qanday qo'lga tushganimizga emas, bizni ushlaganlarning jur'atlariga hayron 50 qolyapman. yıldır bu ülkenin 50 yildan beri shu mamlakatda ichidasiz. Haligacha ishlarni qanday boshqarilishini o'rgana olmadingizmi? Her şeyin yukarıdan bağlandığı... Hamma narsani yuqoridan qilinayotganiga ishonishadi-da shuning uchun. sizin rahatlığınızı anlamak. Sizlarni qo'l qovushtirib o'tirishlaringizni tushunmayapman. Axir bu operatsiya aloqalarimizga ziyon yetkazadi. Hech narsa bo'lmaydi. Biz Turkiyada ham, Amerikada ham ishlarni qanday yuritilishini yaxshi bilamiz. Agar Ufuk Bey o'rtamizdagi aloqalarni aytib bersa, siz uchun ham, biz uchun ham katta muammolar chiqadi. Hech narsa bo'lmaydi. Bundan nasıl emin Qanday ishonch bilan gapiryapsiz buni? Ben çalıştığım adamlara her Men birga ishlagan odamlarni besh qo'lday bilaman. Har qanday holatda, har ehtimolga qarshi imkoniyatlarni ne o'rganaman. zaman sınır dışı? Qachon davlatdan chiqib ketasiz? Kısa zaman için. Tez orada. Sıkmayın canınızı. O'ylanmang. Yeni görev Yangi joyingiz Turkiyadan uzoq bo'lmaydi. O kadar emek. Shuncha xarajat bekorga ketdi. Köstebek. Raqibimiz hali ham noma'lum. Qarshimizdagi odam biz o'ylagandan ko'ra kuchliroq ko'rinadi. Daha akıllı Yana ham aqlli desak to'g'riroq bo'lardi. Aklı da şu. Aqli ham shunda. Düşmanının Dushman taktiğiyle usulida dushmani bilan jang olib boryapti. Chaqirbek bilan Po'latbek keldi. Bu ne demek? Bu nima degani? Taqdirimizni siz yozasiz, Siz silersiniz. siz o'chirasiz, Siz belirleyin. siz belgilaysiz. Nasıl isterseniz. Qanday xohlasangiz. Agar bundan boshqacha javob berganingda seni ham, sulolangni ham o'ldirardim, Chaqir. Lekin bu javobing menga yoqdi. Qilgan hurmatsizliklaringdan boshqacha hurmat ko'rsatding. Ben size ne zaman Men sizga qachon hurmatsizlik qildim? Har doim 3 jinoyatdan tashqari qolganlarni nega meni ruxsatimsiz o'ldirding? Gapir. Daha önce de Oldin ham aytganman. Şevko'yu ben Shevkoni men o'ldirmadim. Unda qo'lingdan qochiribsan-ku. Bu undan ham yomon. Kasalxonaga sog'liq tilab borganmiding? Gapirtirishga borgandik. Bu olam bir-birini gapirtiradigan olam emas. Ovozini o'chiradigan olamdir. Bu olamga yarasha ish tutmadingiz. Buning jazosi, agar yashashni istasangiz, narsalaringizni yig'ishtirib Istanbuldan chiqib ketasizlar.
Og'a, Abedin shahar tashqarisiga ketyapti. Menimcha bolani yashirgan joyga bo'lsa kerak. Operatsiyani o'zim amalga oshiraveraymi yo o'zingiz kelasizmi? Bizi bekleyin. Bizni kutinglar. Xo'p, bo'ladi. Büyük ihtimalle çok Bolani iyi. joyini topishdi shekilli. Biz Nima? gidelim biraz stres Qayerda ekan? Gidip göreceğiz Borib ko'ramiz, advokat xonim. Odam asabini qo'zg'ama, shuni o'zi ham yetadi. Qayerda ekan aytsangizchi. Men ham boraman. Qayoqqa? O'tgan safar meni ham olib borishini aytganding. Bu safar jinnixonaga borganimiz yo'q, azizam. Va'da beraman, olib boraman. Can Polat. silahın Jon Polat, geldi. quroling keldi. Bizim kaderimiz Bizni yazan da bu. taqdirimizni yozgan ham shu, o'chiradigan ham shu. Sağlıklı bir Yaxshilikka ishlat. Do'sting do'stimdir, dushmaning dushmanim. Ne bakıyorsun? Nega Ablacığım? bunaqa qarayapsan, advokat Helalleşmiyoruz xonim? dediği Vidolashayotganimiz yo'q. Sovg'a beryapman. Bir kun menga sovg'a beradigan bo'lsangiz, meni gulni afzal ko'raman. Papatiya. Nereden biliyorsun? Qayerdan bilasan deb so'ramayman. Hamma ayollar shuni yaxshi ko'radi. Öğrendim. Buni ham o'rgandim. Siz de adam kurtarmaya Sizlar odam gidiyorsunuz. qutqarishga ketyapsizlarmi, dam olishgami? Merhaba Tushunmadim. kızım. İlk defa Nimaga gidiyorum. birinchi marta boryapmizmi? Meni asablarim dam olsam buziladi. O'tin qidirib ko'mir yoq, go'sht kuyib ketdi. Nereden çıktı bu elif? Bu Elif qayoqdan chiqdi o'zi? Hemşire hanım. Hamshira xonim, Oksijeni kesin. kislorodni to'xtatinglar. Ortiqchasi zararli. Bir de dextroz. Endi dextroz beringlar. Xo'p bo'ladi, doktor bey. Rahmat bolam.
Orxon. Xizmat og'a. Ovozini o'chir. Abidin ketdi. Ichkarida 3 kishi bor. Bola ham shu yerda. Odamlarni tashqariga chiqarib, erini olib chiqamiz. İçeri girelim. Ichkariga kirib odamlarni o'ldiramizda erini olib Shunday ketamiz. qilish shartmi? Istasang politsiya chaqiraylik. Ichkariga ham kirish olmasin, erini ham o'laversin. Politsiya eshitmasin. Şurada biz bize Men ham shuni aytyapman-da, Jon Po'lat. Sen mashinada kut. İyi misin Eren? Tuzumsan, Eren? Yaxshiman. Nima qilib qo'yding? Kusura bakma Aytga kardeşim, buyurma biraz uka, adaletsiz biroz oldu ama adolatsizlik bo'ldi. Asablarim joyida emas. Canı sağ olsun. Joningiz sog' bo'lsin og'a, o'ldirgandek bo'ldik. Eyvallah Mehmet. To'g'ri, Memati. Eyvallah. To'g'ri. Eren, Ablacığım. Opajon. İyi misin? qalaysan? Yaxshiman. Nasıl teşekkür Sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham Ben bilmayman. biliyorum. Men bilaman. Avukatım olur. Advokatim bo'lasanmi? Süper fikir. Zo'r fikr. Bu yerda yana ozroq gaplashsak, advokatga aniq ehtiyojimiz bo'ladi. Hadi gidelim. Qani ketdik. Ketdik. Ufuk Bey, dalmagan bo'lsangiz davom ettirarmiz. Ufuk Bey. Allah jazoyini bersin. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i NTT'ning dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girilgan. 2006-yil.